Yurtimizning barcha ta'lim maskanlarida bo'lgani kabi Toshkent Moliya institutida ham 2016-2017 o'quv yili O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning vatanimiz ravnaqi, xalqimiz oldidagi buyuk xizmatlarini yodga olish maqsadida xotira darsi bilan boshlandi. Menga shunday hurmat ko'rsatib, menga shunday etaylik katta ehtirom ko'rsatib, mana shu yerda to'planib turganingiz men uchun juda katta baxt. Islom Karimovning oqilona siyosati tufayli mustaqillik yillarida kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida 2 bosqichli oliy ta'lim tizimiga asos solindi. Zamonaviy yangi avlod kadrlarini tarbiyalash uchun mustahkam poydevor yaratildi. O'zbekiston mustaqillik yillarida juda ko'plab sohalarda ulkan yutuqlarga erishdi. O'zbekiston nafaqat millat, xalq sifatida, davlat sifatida jahon hamjamiyatida o'zining mustahkam o'rniga ega bo'ldi. Mamlakatimizda olib borilayotgan samarali islohotlar, shu bilan bir qatorda muhtaram prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan keng ko'lamli islohotlarni kelajakda davom ettirib, xalqimizga, muhtaram prezidentimizga munosib farzand bo'lib shakllanishimizda barcha kuch imkoniyatlarimizni safarbar etamiz. Ertangi kunimiz mana shu yoshlarning ko'zida, yoshlarning harakatida, yoshlarni qurbida, kerak bo'lsa qudratida. O'zbekistonda yashayotgan million yoshlar o'zimni bolam, o'zimni farzandim. Xalqimiz o'zining qisqa muddat 25 yilda erishgan barcha yutuq va marralarini haqli ravishda aynan O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomi bilan bog'laydi va shu ulug' insonning beqiyos xizmatlari deb biladi. Shunday ekan, ular boshlab bergan ishlarni munosib davom ettiraylik va oliy ne'matimiz tinchligimizni asraylik.